Assalomu alaykum. Bugun darsimizda ekub va ekubni nima ekanligi, qanday topilishi va ularni adashtirmaslik usullarini o'rganamiz. Agar kasrlar yoki umuman algebra siz uchun qiyin bo'layotgan bo'lsa, bu video aynan siz uchun. Avval ekubdan boshlaymiz. Ekub nima degani? Ekub bu eng katta umumiy bo'luvchi deyiladi. Demak, ekub eng katta umumiy bo'luvchi. Bu ikkita yoki undan ortiq sonni bo'ladigan eng katta son deyiladi. Misol uchun bizda 12 va 18 sonlari berilsa, 12 va 18 sonlari berilsa, demak, birinchi biz 12 ni bo'luvchilarini topib olamiz. 12 1 ga bo'linadi, 2 ga bo'linadi, 3 ga, 4 ga, 6 ga va 12 ga bo'linadi. 18 esa 1 ga, 2 ga, 3 ga va 6 ga, 9 va 18 ga bo'linadi. Demak, ekubni topishimiz uchun, demak, ekub eng katta umumiy bo'luvchi deyilyapti. Har birida 1 ga ham bo'linadi, 12 va 18, 2 ga ham bo'linadi, 3 ga ham bo'linadi, lekin 4 ga 18 bo'linmaydi va ikkovi ham 6 ga bo'linadi. Undan keyin bu ikkovining umumiy bo'luvchisi yo'q. Shuning uchun eng katta bo'luvchi sifatida ikkisidan ham 6 ni olishimiz mumkin bo'ladi. Shuning uchun 12 va 18 uchun ekub bo'ladi 6. Ekub ko'pincha kasrlarni qisqartirishda ishlatiladi. Xo'sh, endi ekub haqida gaplashamiz. Ekub nima degani? Ekub degani eng kichik umumiy karrali deyiladi. Eng kichik umumiy karrali. Va bu ikkala songa ham bo'linadigan eng kichik son degani. Misol uchun biz 4 va 6 ni olsak, 4 va 6 ni olsak. Demak, 4 ni karralilari qanday bo'ladi? 4 ni karralilari 4, 8, 12, 16, 20 va hokazo ketaveradi. 6 niki 6, 12, 18, 24 va hokazo ketadi. Demak, bu yerda aytganimizdek eng kichik umumiy karrali bo'lsa, qaysi birida har ikkisida ham uchraydigan eng kichik karrali bir xil sonni topishimiz kerak. Demak, ikkisida ham uchraydigan birinchi son bu 12 va 4 va 6 uchun ekub bu 12 bo'ladi. Ekub kasrlarni qo'shish va ayirishda eng ko'p ishlatiladi. Ekub esa shu kasrlarda sonlarni qisqartirish uchun juda ham kerak bo'ladi. Kichik sonlarni ekub va ekublarni topishda bu usuldan foydalansak bo'ladi, lekin keyinchalik kattaroq sonlar keladi, baribir ularni umumiy karralisini, umumiy bo'luvchisini topishda keyin ancha qiyin bo'lib ketadi. Shuning uchun bu usul bilan katta sonlarda ekub va ekublarni topish juda ham qiyin bo'ladi. Shuning uchun katta sonlar kelganda biz u sonlarni tub ko'paytuvchilarga ajratib olsak, o'shanda topishimiz ancha qulay bo'ladi. Misol uchun 24 va 36 sonlarini olsak. 24 va 36. 24 ni qanday qilib tub ko'paytuvchilarga ajratsak bo'ladi? 24 ni, demak, umuman bizda o'z tub sonlar bor edi. O'sha tub sonlarga birma-bir navbati bilan bo'lib boraveramiz. Demak, 24 ni aytaylik. Bizda birinchi tub son 2. 2 ga bo'lamiz 12. 12 yana 2 ga bo'linadi. Shuning uchun yana 2 ga bo'lib ketaveramiz. 6 ga bo'lamiz. Demak, 6 ni 2 ga bo'lsak 3 chiqadi. 3 2 ga bo'linmaydi. Shuning uchun bizda keyingi tub son 3 bor. 3 3 ga bo'linadi 1 va shu yerda to'xtatiladi.
Bu yerda 1 bo'lgancha har doim bo'lib kelinaveradi o'sha tub sonlarni navbat-navbati bilan. Demak, bizda birinchi tub son 2 edi, 2 ga bo'lib kelinaveradi. Undan keyin 2 ga bo'linmay qolsa, misol uchun mana 3 ga o'xshab turib, tub son kelib qoladigan bo'lsa, keyingi songa o'tiladi, keyingi tub songa, ya'ni 3 ga o'tiladi. 3 dan keyin qaysi? 3 dan keyin demak 5 ga o'tsak bo'ladi. 5 ham tub son, undan keyin 7 ga o'tiladi. Shu bo'yicha ketilaveradi. Bizda endi hozir 3 bilan tugadi. Shuning uchun buni shu yerda to'xtatamiz. Demak, 36 ni ham tub bo'luvchilarga ajratib olamiz. 36 ni ham birinchi 2 dan boshlaymiz. 18 ni ham 2 ga bo'lsak 9. Demak, bu yerda 9 2 ga bo'linmaydi. Shuning uchun 3 ga bo'lamiz. 3 ga bo'lsak 3 chiqadi. Buni yana 3 ga bo'lamiz va 1 shu yerda to'xtatiladi. Demak, bu nima degani? Bu demak, bizda 24 ni tub ko'paytiruvchilarga ajratganimizda, demak, bu yerda 1 2 3 3 ta 2 ga ko'paytirilgani uchun 2 ni demak 3-darajasi ko'paygan 3 deb olsak bo'ladi. Ya'ni 2 ni 3-darajasi 8 bo'ladi. 8 ni 3 ga ko'paytirsak 24. Bu yoqda esa 36 ni biz 2 ni kvadrati ko'paygan 3 ni ham kvadrati deb yozib olsak bo'ladi. Bu yoqda ham 2 ni 2 marta, 3 ni 2 marta ko'paytirilgani uchun shu ko'rinishda yozib olsak bo'ladi. Demak, bu ikki songa endi e kub va e kubni qanday qilib belgilab olamiz? Demak, bizda e kub va e kub. E kubni topishda biz e kubini topish uchun nima qilamiz? E kub degani, demak, bu yerda tub sonlar ko'paytuvchilarga ajratilgan, bular turibdi. O'sha ko'paytuvchilarga ajratilgan tub sonlarning eng kichik darajalarini e kub uchun yozib olamiz. Demak, 24 da 2 ni kubi bo'lsa, 36 da 2 ni kvadrati bor. Shuning uchun 2 ni biz kvadratini yozamiz. Kichkina darajalisini yozib olamiz. Har ikkisida ham 3 bor ko'paytuvchi sifatida, lekin bittasida 3 oddiy, bittasida 3 kvadrat bor. Shuning uchun biz oddiy 3 ni yozib olamiz. Bu degani 2 ni kvadrati 4 ko'paygan 3 teng 12. Demak, 24 va 36 uchun e kub bu 12 bo'ladi degani. E kubchi. E kubda demak har ikkisida uchraydigan bu tub sonlar, tub ko'paytuvchilardan eng katta darajalisini yozib olamiz. Har ikkisida 2 bor, lekin bittasida kvadrat, bittasida kublisi. O'sha biz kublisini yozib olamiz, 3-darajalisini. Demak, 2 ni 3-darajasi, har ikkisida 3 bor, lekin bittasida kvadrat. Shuning uchun 3 ni kvadratini yozib olamiz. Bu degani 2 ni kubi 8 ko'paygan 3 ni kvadrati 9. Bundan bizga javob 72 chiqadi. Demak, 24 va 36 uchun e kub bu 72 bo'ladi degani.